Qonunchilikka ko'ra, endilikda yoshga doir pensiya fuqaroning murojaatisiz proaktiv shaklda tayinlanadi. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga yoshga doir pensiya olish huquqini beradigan yoshga to'lgan fuqarolarga ularning murojaatisiz proaktiv shaklda pensiya tayinlanishini hamda fuqarolarning shunday tartibda tayinlangan pensiyani rad etish huquqini nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, fuqaroning yoshga doir pensiyaga bo'lgan huquqi belgilangan axborot tizimlaridan olingan ma'lumotlarga asosan aniqlanadi. Agar fuqaro uning murojaatisiz tayinlangan pensiya miqdoridan norozi bo'lsa yoki mehnat faoliyatini davom ettirish va keyinchalik yoshga doir pensiyaga chiqish istagini bildirsa, u tayinlangan yoshga doir pensiyani rad etish huquqiga ega. Bunda fuqaro xabarnomani olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan yoxud Davlat xizmatlari markazi yoki Yagona ijtimoiy davlat xizmatlari portali orqali so'rovnoma to'ldirgan holda murojaat qilishi kerak. Pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza va so'rovnoma 10 kundan kechiktirmay ko'rib chiqiladi. Pensiyani fuqaroning murojaatini talab etmagan holda tayinlash to'g'risidagi masala fuqaro pensiya yoshiga to'lgan kunning o'zida ko'rib chiqiladi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.